Can aka, bugun mollarim assortiment soni ko'p emas, ozgina 10 millionda. Pastdan ham ma'lum bu 10 million, tepasidan ma'lumot. Tilpoq odamni ishini bitirib beraman. Can aka, bugun obunachilaringizga 100 taga sunnat kelib qo'yganman aka. Narxlari ham shikolant bo'ladi aka. Videoni oxirigacha ko'rib like bosib qo'ysa aka, molla sensatsiya bo'ladi. Onjan aka, bugun molladi Lubiteli chempion deb kelib qo'yganman aka. Greenforddan bosh, Shveddan aka, xohlasa tilpoq odamni ishi bitadi aka. Qo'lim ochiq, mollarim sozgina manfaatli video bo'ladi. Tas sotib tugataman aka. Yangisiga qiziqaman. Molla bir qator ko'rsating. Assalomu alaykum Oxunjon.uz kanalining hurmatli obunachilari, chorva ishqibozlari va hunojin izlab yurgan aka-ukalar. Bugunga bir yaxshi ukamizni xonadonlarga yetib kelganmiz. Ishonasizmi, assortimenti zo'r, yoshidan deysizmi, o'rtacha deysizmi, qochmaga tayyorim barchasidan bor akalar. Faqat tanlasangiz bo'ldi. Biz yana Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Soroy qishlog'i Shoh mahallasidan Akramjon ukamizning xonadonlaridamiz. Akalar, bu yerda ko'rsatib o'tadigan hunojinlarda narx-navosini batafsil sizlar uchun yoritib berishga birgalikda harakat qilamiz. Arzimas mehnatimizni qadrlab, like bosib qo'ysangiz, bugungi narxlar ishonavering, kechagi narxlardan ancha tushyapti narxlar hozirgi kunda. Tanlovda adashmanglar. Bugungi sanamiz 4 emas, 5-may haftaning seshanba kuni. Hammaga xayrli kechdilar, videolarimizni davom ettiramiz. Akalar, Eston bor ekan, qora tunda Shved. Xullasga, narxi ma'qul kelsa bo'ldi endi. Assalomu alaykum Oxunjon aka. Assalomu alaykum Oxunjon akamda ashaddiy obunachilari, hojonalarimizni musofirda akalamga alohida assalomu alaykum. Bugun sizlarga mollarda boshida aytib o'tgan Lubitel chempion deb kelib qo'yganman. Bu videoda oxirigacha ko'rib, batafsil ma'lumotlarda bo'lsalaring yaxshi bo'ladi. Like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Batafsili Oxunjonuzda, Instagramda ham bor, hammasidan bor. Aka, mollarni ko'rsataylik. Malades. Bo'ldi. Qaysi biridan boshlaymiz? Ha, cho'ntak yo'qlardan boshlaylik, pul yengillardan. Yaxshi kommentar yozib qo'yasizlar. Shu yonib gapiryaptilar. Ko'ryapsizlar, bir nafas bilan qancha so'z duryaptilar. Like bosib, kommentariga o'z fikringizni yozib qoldiring. Birinchisiga o'sha 4 tani qo'yib beraman, pul yengillaridan. 4 ta olaman degan yoshidan, o'spirindan bo'lsin deganlarga mana 4 tasi. Bo'ylari aka. Hop, tagiga o'zi akalarni yo'ldan qo'yib qo'yaman. 80 pilisga olishaversin. Eng bo'yi pakanasi. 85 bilan 90 orasida xolasa. Ha. Birinchisi. O'zi 4 ta pachkasini olib qo'ying, xudo xolasa. Narxi endi ma'qul kelsa bo'ldi. Lekin mollar zo'r ekan, gap bo'lishi mumkin. Oqtoy. Ikkinchisi. Mana boshi Shvedga tortgan. Hibrid, Shvedga tortgan. Mana ikkinchisi. To'rtinchisi. Ha. Yani to'rtinchiga ham aka mollarni ko'rib, maza qilishsa hojonalarim. Ehtiyot. Hoy. Malades. Xo'p, 4 tasini endi bir joyga aytasiz. Bir joyga olaman degan akalarimizga 8 million 500 mingdan bersa aka, tilpon qadamga hayron o'tib beraman. Qimmat chukamiz chiqib qolibdi deyishmasin uka. Arzon. Aka, oshagan qo'llarni bering-da. Qani? Siz so'ramang, men o'zim qalbimdan chiqarib 200 ming so'mdan 800 ming so'm o'tib beraman. Tilpon qadamga yana ozmas ayri bor. Tanlab olaman desa, plus minusi ham bor. Yurakdan chiqadi. 8 tasi bir joyga og'ir qadalgan nech pul qarang. Qiynamang, bizni ham o'zingizni ham obunachilar. Aytdim aka, 8 million 300 ming so'mdan tilpon qadamga yana hayri bor. 200 ming so'mdan ekan, ha? Aka, ko'ngildan chiqarib 200 ming o'tib berdim. Xo'p do'ring. Yaxshi narx aytdim. 200 ming 8 million 200 dan deng. Barakasini bersin aka. Maza qilsa obunachilarimiz aka. Bo'lsa Oxunjonuzda bo'lsin. Arzon aytib qo'yayapman deb. Mana 8 million 200 dan aka. Yana savdosi bor, o'zlaring bemalol savdosini qilaverasizlar. Aytilgan narxlar muhim emas. Ekran ostiga akamiz nomerlarini qo'yib ketamiz. Bemalol o'zlaring kelishaverasizlar. Endi keyingisi akam uni Oqtoy nima deyapti? Voy. Mashalloh, mana. Voy aka.
Olib maza qilsa, hojat ojonalarimiz oppog'idan manoni qarang. Yurishlari o'zi. Yurishlariga avaz qilinadigan-da, kelib qo'yganman aka. Yurishlari o'zi oxur. Mana aka. Ko'ring. Yurishiga maza qilib qo'yasiz, gap yo'q. Oqto, sifati ham a'lo darajada tikkanligini ko'ring bo'ldi. Pastga qaramaydigan bor. Hop. O'zini yakka qo'yasiz. O'zini yakkan qilib, o'ziga o'xshagan chiroyli qilib qo'yib beraman buni ham narxini aka. Qani, eshitsak-chi endi narx. Endi aka buni narxdan keladigan bo'lsak, Bo'ylari biri 5 xotir jamoat chiqaradi. Aha. Ya narxlari 13 million 300 ming bersa hojat hojanam aka. 13 million 300 ming so'm. 300 ming so'm. Yo'q, qimmatlab berdingiz. Aka mol sifatini ko'rdingiz o'zingiz ham. Arzon qilib beraman dedingiz, ukam. Aka bozordan arzon bo'ldimi mol? Qo'lni bering, nech pul? Yo'q, bo'larni aytavering. Bo'lar aka 300 ming so'm o'tib beraman, 13 million so'mga tilpon odamga ozmas xayri bor. 13 million so'mga o'tib berasizmi? 13 pastga gapiring endi. Bo'pti aka, ko'ngildan chiqarib kanalingizda yangiman 500 ming so'm o'tib beraman. 12 million 800 ming so'mga tilpon odamga xayri bor. Bu video ketyapti. Hop. YouTube'ga chiqqandan keyin aytilgan narxdan Aytilgan narx beriladi, lekin 12,5 deyapsiz. 12 million 800 ming aka. 500 ming o'tdim dedingiz. Yo'q, jami 500 ming Ha, o'tdim. bo'ldi. Barakasin dersin. Kuyamizni ham chalg'itib bo'lmas ekan. 500 ming o'tdingiz. Jami bo'pti deydi. Malades. Hop, akalar 12 million 800 ming so'm yana savdosi bor ekan. Tuyoqlarni ko'ring. Aka buni bo'ylari 1 metr. Ha, 1 metr. Uni ham yurishtirishi oxu. Yurishlariga o'zlaring baholang berib qo'yasiz. Mana aka. Qani jonivor bo'ylari 1 metr. Bo'ylar 1 metr. Aha. Mana aka. Bu oldinroqqa yuringchi, sal. Qani? Mana aka. Oldinroqqa yurgizing. Qani? Bu arqamchaga tushmagan ekan, chamchaga yuravermas ekan, mayloda katta bo'lgan. Ha, bo'ldi. Nech pul deysiz endi buni mayli? Buni aka narxini yengil Shuni qo'yib ayting. beraman. Ha. Menga ham yengil kelgan obunachilaringiz ham jabr bo'lmasin. Yopishtirib aytay aka, so'ramaysiz. 11 million 500 ming so'mga tilpoq odamga xayri bor. 11 million 500 ming so'mga 500 ming so'mga. bo'laveradi, baylab qo'ying. 11 million 500 ming so'mga savdosi bor ekan. Qani? Baylab qo'ysinlar. Endi akalar sal yiroqroq ishlayvering. Keyingisi aka, Arzigulik zo'rlarga yetib keldi. bu ham cho'nta va puli qimmat yo'q menda. Akalar shuni o'zim aslan yurakdan tavsiya qilib qolaman. Molni pachkasi, karabkasi ideal holatda mana. Ha aka. Bu bastiga keladigan bo'lsak, buru 10 10 ustida. 13 chiqdi aka o'lchasam 10 qolsa O'zim bo'yga tortishadigan material emas. bo'ldi. Akalar buru 15 ustida bo'ylari mana. Biri 10 ustida. Bitta oyoqlari oq. 5 qo'shqa deydi mana. Ostlarini ko'ring. Akalar tavsiya qilib qolamiz. Buni aka narxga keladigan bo'lsa shikaland. Aha. Buni ham aka video cho'zilib ketyapti. Yopishtirib aytaman. Yopishtir, bo'larni aytib. Bularni dangalni aytib qo'yaman. Aha. 14 million 500 ming so'mga tilpon odamga ozmas sayri bor. 14 million 500 ming so'mga. Savdosi bor. Savdosi bor. Shvetchi. Keyingisiga aka mana toza qolishi etim. Bo'ylarni o'lchab qo'yaman. Biri 10 ga olishaveradi buni ham. Bo'ldi. Mana aka. Qani? Bahbaqalarni ham o'ta aka, mol go'zallarda olib kelib qo'ydim obunachilaringizga yig'ib. Osti ham yaxshi ekan buni. Aka shundan olgan yerimizdan bo'g'ozga gumon bor deyishdi. Men 4 oyoq Yemga tashaversin. Aha. Ketdi. aka Aha. bo'g'ozga gumon bor deyishgan. Men qisirga beraveraman. Agarda bo'g'oz chiqib qolsa yutug'i. Bo'g'oz chiqib qolsa, Yutuqlari. pilislar, ha? Ha. Bo'g'oz chiqib qolsa, pilislar nimaga?
Baylangda mana o'zi ostlari menimcha kuch qolgan shu holatini ko'ring. To'liq qoldi. Hop. Bo'g'ozga gumon boryaptilar. Bo'ylari 1.10 ustida. Biri 10 pilis. 1.10 pilis. Narxlari aka 16 million so'mga tilpoq odamga xayri bor. 16 million so'mga savdosi bor. Shvedcha aka bu. Shved. Odamlar zot qilsa toza shvedida. Shvedda ham xohlasa Shvedda yaxshisini aytdi. Zo'r aka shvedda. Keyingilari. Aka 3 dona qo'yib beraman. 3tasi bitada bir savdo. 3tasi bir savdo. Ha. 3tasi bir joydan olaman degandagi mana bo'ylari 1.10 ustida chiqyapti realni. Uni ustiga kelib savdosini ham qilaverasizda, tepasida yedirib, ishtirib, yurgizbam. Xullasingizda o'tkazaverasizlar. Sharoitlar bor. Alohida tashabbur ham deganlarga alohida ham tashabbur beraman. Yeb ichisini ham tashabbur beraman aka. Yer ishlari ham tashabbirlar. Mana. Keyingisiga qora bo'yimiz. Mana keyingisiga qora bo'y. Bir-biridan go'zal, yaxshi holatda. Menda aka sifatsiz mol yo'q, sifatli. Mol olsa ham buni yemga tashlaman desa ham bozorga chiqib sota olishim. Sotsa xudo xolasa unda qolib ketmaydi bu. Qo'lda qolmaydi demoqchisiz, to'g'rimi? Bozorga har doim. Mana aka, stakan yo'q, kallalari ham o'ta chiroylisi. Va bo'yi 1.15 ham chiqaveradi. 1.15 ham chiqaradi aka, shug'ullangan-da bu mol. Kachok deng. Kachok. Fitnessga borib shug'ullangan haqiqiy kachka mollardan. Haqiqatan badani yaxshi holatda turibdi nimaga? Narxi menimcha vesi ham to'g'ri kelaversa kerak. Ha, o'ziga o'xshagan hammasini shikalant qilib yengil-yengil qo'yib beraman. Eshitdik endi. Bu narxi aka tortishmaymiz. 15 million 500 ming so'mga tilpoq odamga xayri bor, tanlab olaman desa, plus minus ham bor. 15 million 500 ming. 500 ming so'm aksiya aka. Menda bozorda tapchikali aksiya bo'lsa, menda molla aksiya bo'lib ketadi. 15 million 500 dan demang endi. Kelishtirib bitta yurakdan. Aka, qo'lni bering. 200 ming noti beraman, tilpon qilsa yana xayri bor. Undan aka menga ham jabr bo'lib ketmasin. Sizga jabr bo'lmaydi. 15 million 200 ming so'mdan bo'ladi. U yoqni akalaringiz murosa qilishadi. Bo'laveradimi? Barakasini bersin. Bo'lsa bo'lsin, Oxinjon uzdobunachilarga bo'lsin. Oxirgisi Eston. Oxirgisiga Estonimiz aka 100 TL. Eston. Aka, men buni epladim, shunga ustozim olib chiqib beradilar. Qani, hammalariz erkalik qilishini buni. Akalar nuqtaga tushmagan bilasizlar, Estonlar keng yo'lda aniqrog'i zagonda yurishadi mana. Holatini ko'ring. Holatlari ideal. Kamdan kam uchraydi, ostilari ishini o'ring. Ostilari aka katta molda so'm bor, o'shanda kelaveradi xolasa. Buni bu o'ynaxlashiga ishini o'ring. Tomosha qilmazaqlar. Ammo aka buzojunini ham tuhmaga emiradi ham emaman desa. Gapimga javob. Emmasa pulni beraman, molni qaytarib babga berishaveradi. Pulini qaytaraman, molni qaytib ham beraveraman deyaptilar. Yana gap til kelgandi. Pullarni qaytaraman, molni menga qaytaraverasizlar demoqchilar. Ha. Estonda ishini o'ring. Osti ham bor mana. Ostini ko'ring. To'gaman degani-ya. Nech pul endi? Ya buni bo'lari 18 million 500 ming so'm. 18 million 500 ming so'm. Kimdan kam uchraydi, kamdaqa mollar. Haqiqiy zotlar mal shu. Hop 96 ko'ryapsizlar. Baldag'im nomeri ham 96. Ham 96 işte menga jo'natib bering desalaring, xudo xolasa vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab dastlabki besplatni. Ag'a telefondan kelishilaveradi. Dastlabki besplatni. Akalar qaysidir bir sifati, zoti ma'qul kelgan bo'lsa, ekran ostiga nomer yozib qo'yamiz, bemalol qarab ko'rasizlar. Ukamiz yurakdan ko'ryapsizlar. Yonib sizlarga narx-navolarni aytib berdi endi. Chiroylab egalari bilan, akalar bilan savdolashib kelishaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, hammani chorvasiga, umriga Alloh baraka bersin. Shunday mollardan boqish endi zotdor bo'lmasa ham, oddiy bo'lsa ham, hech bo'lmasa og'ilda ikkitadan boqish hammamizga nasib qilsin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Like bosib, oxinchi o'ziga obuna qiling.